8-sinf edim chamasi. G'o'zapoya qalin yura olmas edim. Maktab direktori qoyirdi har kun, chunki men normani tera olmas edim. Bir kecha paxtadan qochmoqchi bo'ldim. Zovurlardan meni ushlab oldilar. Burchakka turg'azib o'qituvchilarim galma-gal tepishib mushlab oldilar. Tongda direktorni olib ketishdi. Holing shu, dunyoga ziyo sochganlar. Sababi ne desam, sinfkom dedi. Norma termaganlar, paxtadan qochganlar. Tepada bo'lganmish jiddiy selektor. Kim kimga o'rnagu andoza bo'pti. Direktorni qaytib ko'rmadik, ammo eshitdik. Qishloqda janoza bo'pti. Bugun men ulg'aydim. Bugun qo'limda otamning puliga kelgan diplomim. O'zimcha kimdirlar bo'ldim-u, ammo men odam bo'lmadim. Odam bo'lmadim. Hamma taroziga. Negaki ta'lim yo'q. Bu o'tgan yillar kelajak qo'ynini puchga to'ldirgan allaqachonlar, kazolar ta'limni paxtada urib o'ldirgan. Kelajakni puchga to'ldirmoqdalar. Ta'limni bugun ham o'ldirmoqdalar.